Avtobiografiya, ya'ni o'zingiz haqingizdagi ma'lumotni rus tilida aytib berishlik qanday bo'ladi? Avtobiografiya o'zi nima? Avtobiografiya va rezyumening farqlari nimalardan iborat? Aynan shu haqida ham bugun to'xtalib o'tamiz. Erkak kishi va ayol kishining avtobiografiyasida farqlar bo'ladimi? Ha, albatta bo'ladi. Aynan mana shu videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, mana shu farqlar haqida ham to'xtalib o'tamiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, salomatliginglar yaxshimi? Bugun yana biz sizlar bilanmiz. Bugun biz siz bilan avtobiografiya va rezyume haqida, ularning farqlari va avtobiografiyani qanaqa qilib aytishlik kerak, avtobiografiyada nimalarga e'tibor berishlik kerak, aynan shu haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Agar videodan manfaat topsangiz, yurakchani g'azartirib qo'ying. Demak, avtobiografiya o'zi nima va rezyume bilan qanday farqlar bor? Avtobiografiya bu sizni qayerda tug'ilib o'sganingiz, qaysi maktabda o'qiganingiz, qaysi kollejni bitirganingiz va qaysi universitetga kirganingiz, oilalimisiz yoki oilasiz, ota-onangiz kim, qaysi ishda ishlagansiz, mana shu haqida ma'lumot bo'lsa, rezyume esa siz qanday loyihalar ustida ish olib borgansiz, hozirgi vaqtda qaysi loyiha ustida ish olib boryapsiz va loyihalaringizning natijalari qanaqa bo'lgan va yutuqlaringiz nimalardan iborat, bu bizda rezyume. Avtobiografiya va rezyumeni birlashtirsak bo'ladimi? Ayrim bir korxonalarda rezyume ostidan jadval sifatida ota-onangiz haqida, farzandlaringiz yoki opa-singlingiz haqida ma'lumot yozib qoldirishingizni so'rashadi. Ayrim bir korxonalar esa rezyumeda aynan o'zingizni ishlash joylaringiz, faqatgina yutuqlaringiz va o'zingizni loyihalaringizni o'zini kiritib o'tishingizni so'raydi. Ya'ni siz borayotgan korxonani o'zini tartiblariga qarab rezyumengizni to'ldirishingizga to'g'ri kelishi ham mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, avtobiografiyani 3 xil boshlashligimiz mumkin. Ya'ni ya deb boshlashligimiz mumkin, menya zavod deb boshlashligimiz mumkin yoki moy, maya, mayo kimlardir mana shunaqa holatda boshlaydi. Ya'ni mayo, aniqroq aytganda, mayo deb boshlashligimiz mumkin. Xo'p, qanday boshlaganimiz bizga yaxshiroq, tartibliroq va ravonroq chiqadi? Albatta bu ya deb boshlaganingiz. Va e'tibor bering, prezentatsiyamizni birinchi qatorida pastki chiziqcha turibdi. Bu nimani anglatadi? Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, bizda pastki chiziqlar yana chiqadi. Birinchi pastki chiziqdan va ikkinchi chiqqan pastki chiziqqacha siz ravon, to'xtamasdan, to'g'ri, tartibli aytishingiz kerak. Hech qanaqa yoki o'ylashlarsiz, qanaqadir intonatsiyalarsiz aytishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, biz ya deb boshlaymiz. E'tibor bering, ya deb turib, birinchi o'rinda ismingizni aytishingiz kerak bo'ladi. Ya o'zingizni ismingizni yozasiz, misol uchun ya Asliddin va orqasidan familiyangizni aytib o'tasiz. Ya Asliddin Ahmadjonov. Ya Asliddin Ahmadjonov. O'zi mana shu yerda to'xtatsangiz bo'ladi. Ya Asliddin Ahmadjonov deb to'xtatsangiz bo'ladi, lekin bu yerga отчествоңizni qo'shsangiz yana ham zo'r bo'ladi, yana ham manfaatliroq bo'ladi. Ya'ni ya Asliddin Ahmadjonov Xayrullo o'g'li. Pasportingizda Vich bo'lsa Vich, o'g'li bo'lsa o'g'li. Pasportingizda qanday bo'lsa shunday yozishingiz mumkin. Xayrullo o'g'li. Endi e'tibor bering. Ya Asliddin Ahmadjonov deb to'xtaganim ma'qulroqmi yo ya Asliddin Ahmadjonov Xayrullo o'g'li deb to'xtaganim ma'qulroqmi? Отчество bilan albatta manfaatliroq bo'ladi. Ya Asliddin Ahmadjonov Xayrullo o'g'li родился. Bolalar yozadi родился, qavs ichidagina yozadi родилась deb qizlar. Ya'ni ya Asliddin Ahmadjonov Xayrullo o'g'li родился va e'tibor bering. Mana bu yerda endi o'zingizni tug'ilgan oyingizni sanasi bilan yozishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun 25-fevralda tug'ilganman. 25 qarang, sanani, hamma o'zini sanasini yozganidan keyin mana shu yerga qo'shimcha qo'shib o'tishingiz kerak, ya'ni ogo. Ogo yoziladi, ava talaffuz qilinadi. Ya'ni talaffuz qilganingizda 25-go emas, 25-va bo'ladi. O'zingiz 20 bo'lsa 20-va bo'ladi. 15 bo'lsa 15-va bo'ladi. O'zingizni tug'ilgan sanangizni yozasiz va orqasiga ogo qo'shasiz, talaffuzda ava talaffuz qilasiz va oyingizni yozasiz. Fevral bo'ladigan bo'lsa fevralya, kimlardir mart bo'lsa marta, kimlardir may bo'lsa maya, kimlardir iyun bo'lsa iyunga. Shuni yozib qo'yasiz o'zingizda. Xo'p. Sana oyingizni yozib bo'lganingizdan keyin tug'ilgan yilingizni yozishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun 2001. E'tibor bering, buni orqasidan ham ogo qo'shamanda men goda deb qo'yaman bunda ham. Endi qarang, ya Asliddin Ahmadjonov Xayrullo o'g'li родился 25 fevraля 2001 года. Mana bu 2001 dan keyingi ogoni ham men talaffuz qilyapman ava deb. E'tibor bering, 2001 Pervogo emas. Bu agar siz 25go 2001go dedingiz, bu aksent. Toza aksent bo'lib qoladi. O'shaning uchun ogo qo'shimchasini ava talaffuz qilishligingiz kerak bo'ladi. Har doim biz ogo qo'shimchasini ava talaffuz qilsak bo'ladimi? Ha, 90% holatda shunday qilsangiz bo'ladi. 100 deyolmayman, ba'zi bir istisnolar bo'lishligi mumkin albatta.
albatta. O'shaning uchun 90% holatlarda siz ogoni ava talaffuz qilishligingiz mumkin. Xo'p, 25 fevraля 2001 года. Endi e'tibor bering. Bu narsani yozganimizdan so'ng, xo'p, savollar tug'ilishligi mumkin. Mana shuni gadu qilsak bo'ladimi, u qo'ysak bo'ladimi yoki boshqacha aytish holatlari bormi? Albatta bor. Xo'p, uning uchun nima qilamiz? Siz uning uchun mana bu oyingizni aytmasligingiz kerak. Ya'ni 25 fevralya degan joyimiz bor biz. Mana shu oyingiz bo'lmasligi kerak, yilingizni o'zini aytishingiz kerak. Ya'ni mana bu yilni o'zini aytmoqsiz, oyni aytmoqchi emassiz. 2001-yilda tug'ilganman demoqchi bo'lsangiz, yilni orqasiga 10 qo'shasizda, o'g'ini o'chirib, buni orqasiga esa u qo'shasiz. Ya'ni ya Asliddin Ahmadjonov Xayrullo o'g'li родился в 2001 году bo'ldi. Agar sana bo'ladigan bo'lsa, o'gu goda bo'lar edi. Agar oy yoki sana bo'lmaydigan bo'lsa, u yerda yilni o'zi bo'ladigan bo'lsa, unda 2001 году qilib kelsangiz bo'ladi. Lekin albatta tavsiya beraman, oyingizni yozib, chiroyli qilib aytib berganingizga albatta yetmaydi. Xo'p. 25 fevraля 2001 года. Xo'p, v respublika. Agar siz Qozog'istonda tug'ilgansiz va hozirgi paytda O'zbekiston fuqaroligidasiz, ya'ni O'zbekistonga ko'chib kelgansiz. Bunaqa holatda siz o'zingizni tug'ilgan joyingizni yozishingiz kerak. Kimlardir Qozog'istonda tug'ilgan bo'lsa, v respublika Qozog'iston, kimlardir Tojikiston bo'lsa, v respublika Tojikiston deb yozishingiz kerak bo'ladi. Bizda O'zbekistonda tug'ilganimiz uchun v respublika O'zbekiston. Respublika O'zbekiston, e'tibor bering. Agar siz Toshkentda tug'ilgan bo'lsangiz, v gороде Toshkent deb yozsangiz yetadi. Agar siz viloyatda tug'ilgan bo'lsangiz, v области deysizda, mana bu yerga o'zingizni viloyatingizni nomini yozib qo'yasiz. Men Toshkent viloyatida tug'ilganim uchun v области Toshkent deb yozib qo'yaman. V области Toshkent, v rayone, albatta viloyatdan keyin rayoningizni kiritib o'tishingiz kerak. V rayone, rayonimiz, tumanimiz Bekobod. V rayone Bekobod, na улице deymiz. Mana shu ko'cha nomi uchun o'zingiz ko'cha nomingizni yozishingiz kerak. Deylik bizda Mustaqillik. Mustaqillik. Na улице Mustaqillik va uyni nomer yozishga, dom nomer boringki 20 bunaqasini 20. Endi e'tibor bering. Mana shu pastki chizgidan toki mana shu nuqtamizgacha, mana shu nuqtagacha, demak, mana bu pastki chizgidan mana shu nuqtagacha siz hech qanday to'xtashliklarsiz ravon aytib berishligingiz kerak. E'tibor bering. Я Asliddin Ahmadjonov Xayrullo o'g'li родился 25 февраля 2001 года в Республике Узбекистан, в области Ташкент, в районе Bekobod, на улице Mustaqillik, dom nomer 20. Endi qarang. Mana shu avtobiografiyani shunaqangi yodlashingiz kerak. Aynan mana shu birinchi chiziqdan, past chiziqdan toki nuqtagacha bo'lgan joy sizni tinglayotgan insonni aynan sizga e'tibor berayotgan pallasi bo'ladi. Ya'ni boshidagi 10 yoki 15 sekund juda ham e'tiborli, diqqat bilan tinglaydi sizni. Boshidagi 15-20 sekund va siz buni chiroyli aytishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bir marta aytib beraman sizga, yodlaganingizni bildirmasligingiz kerak, shunchaki o'zingizni ichingizda tartibli chiqayotganini sezdirishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, я Asliddin Ahmadjonov Xayrullo o'g'li родился 25 февраля 2001 года в Республике Узбекистан, в области Ташкент, в районе Bekobod, на улице Mustaqillik, dom nomer 26. Bo'ldi, tamom. Endi qarang, agar siz ya Asliddin Ahmadjonov Xayrullo o'g'li родился 2001 года учусь в университете, qarang, tartib yo'q. Siz уже universitetga o'tib ketib qoldingiz. Yo'q, unaqa kerak emas. Mana shu yozgan tartibimizda chiroyli qilib aytib bersangiz, bu albatta o'zingizni nima deydi? O'zingizni manfaatligingizni yuqoriga ko'tarib beradi albatta va sizni aniqroq aytganda ziyoliroq ko'rsatib beradi, tartibliroq aytadigan bo'lsangiz. Demak, biz mana shu pastki chiziqdan toki dom nomer 20 gacha chiroyli, tartibli va ravon aytishimiz kerak bo'lar ekan. Keyingi qiladigan ishimiz nimadan iborat? E'tibor bering, keyingi ikkinchi past chiziqqa yetib keldik. Xo'p, bu yerda nimani kiritib o'tamiz? V deysizda, birinchi sinfga nechinchi yil borganligingizni yozib qoldirasiz deylik. 2007-yil. Va 2007 ni orqasiga men 10 qo'shimchasini qo'shamanda, году deb yozaman. Году. Va 2007 году bolalar yozadi pashol deb, qizlar yozadi pashla deb. Ya'ni в 2007 году я пошел, ya'ni men bordim. В среднюю школу, ya'ni o'rta maxsus maktabga borgansiz. В 2007 году я пошел в среднюю школу, которую окончил bolalarda, окончила qizlarda, которую окончил v deysizda tugatgan yilingizni yozasiz. Ya'ni 2016-yilda tugatgan bo'lsangiz 10 deysizda году qilib qo'yasiz va mana shu yerda bizda bitta nuqta bo'ladi. Ya'ni в 2007 году я пошел в среднюю школу, которую окончил в 2016 году bo'ladi. E'tibor bering, mana shu yergacha bizda bitta nuqta bo'ladi. Xo'p, keyingisi yana bitta pastki chiziq.
E'tibor bering, ya поступил Vdan keyin nechinchi yil universitetga kirgansiz? Deylik 2017. Yana bu yerda ham 10 qo'shimchasini qo'shamiz. Году. В 2007 году я поступил, bolalarda поступила qizlarda. В 2017 году я поступил в Узбекский государственный университет мировых языков. Ya'ni bu O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiga kirgan. Mana shu yerga o'zingizni universitetingizni yozasiz. Ya'ni meditsinskiy bo'lsa meditsinskiy, связь bo'lsa связь, o'zingiz universitetingiz nomi nima bo'lsa, o'zingiz universitet nomingizni kiritasiz. В 2017 году я поступил в Узбекский государственный университет мировых языков, который окончил, tugatgan yili deylik, uni tugatgan yili 2021 bo'ldi. Году. Endi mana shu yerda gadudan keyin ham bizda bitta nuqtamiz bo'ladi. Ya'ni e'tibor bering, tepadan o'qiyman. В 2007 году я пошел в среднюю школу, которую окончил в 2016 году. В 2017 году я поступил в Узбекский государственный университет мировых языков, который окончил в 2021 году. Xo'p, undan keyin nima bor? Xo'p, nechinchi yil ish boshladingiz? Ya'ni rasmiy ishga qachondan kirdingiz va qachondan o'z faoliyatingizni boshladingiz? Demak, deylik 2022 yana 10 году qo'shimchasini qo'shamiz. В 2022 году началась моя трудовая биография. Ya'ni 2022-yildan meni mehnat faoliyatim boshlandi degan ma'no kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi bizda nejenat, e'tibor bering. Nejenat bu uylanmaganman, ya'ni oilasisiz. Ne zamujim bu turmushga chiqmaganman. Ya'ni qizlar yozadi ne zamujim, nejenat deb yozadi. Bolalar uylanmagan bo'lsangiz. Agar siz oilali bo'lsangiz, jenat deb yozadi bolalar, zamujim deb yozadi qizlar. Mana shu narsaga e'tiborli bo'ling. Demak, e'tibor bering, bizni chiziqlarimiz, ya'ni pastki chiziqlarimiz 1, 2, 3, 4 tani tashkil qilyapti va bunda qanaqa qilib aytishligimiz kerak bo'ladi. Chiziqdan chiziqqacha to'xtamasdan intonatsiya chiroyli qilib aytishligimiz kerak. Xo'p. В 2007 году я пошел в среднюю школу, которую окончил в 2016 году. Ozgina pauza yetadi shu yerda, ozgina to'xtab turishingiz yetadi. Keyingisi. В 2017 году я поступил в Узбекский государственный университет мировых языков, который окончил в 2021 году. В 2022 году началась моя трудовая биография. Не женат. Ko'rdingizmi? Ozgina pauza. Ya'ni boyagidek ko'p qolib ketmaysiz. Ozgina pauzalar bilan davom etishingiz kerak. Ya'ni bitta nafas olib olishingiz. 3 sekundda bitta nafas va davom etib ketaverasiz. Xo'p. Demak, mana shu prezentatsiyamizda, ikkinchi prezentatsiyamizda bizda siz toki o'zingizni mehnat faoliyatingizgacha gapirib berishligingiz kerak bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, agar siz oilali bo'lsangiz va sizni farzandlaringiz bo'ladigan bo'lsa, jenat yoki zamujimdan keyin birinchi qiladigan ishingiz bu farzandlaringizni yozishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, farzandlarni qanday yozamiz? Farzandlaringizni ismi, familiyasi, otchestvasi va qaysi maktabda o'qishligi yoki qaysi universitetda o'qishligi yoki qaysi bog'chada o'qishligini shunchaki yozib kiritib qo'yasiz. Xo'p, keyingi narsa, ota-ona yoziladi. Undan keyin ota-onani albatta ko'rib chiqamiz. Demak, отец. E'tibor bering, bu yerda ikkita pastki chizig'imiz bor. Отец. Birinchi o'rinda otangizni ismini yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Отец Xayrulloh. Keyingi o'rinda familiyasi Xayrulloh Zokirov va otchestvasi Xayrulloh Zokirov Ahmadjon o'g'li. Отец Xayrulloh Zokirov Ahmadjon o'g'li deganingizdan keyin yilini yozib qo'yishingiz kerak. 1975. E'tibor bering, bu yerda hammaniki года рождения bo'lib turaveradi. Ya'ni отец Xayrulloh Zokirov Ahmadjon o'g'li 1975 года рождения. O'zbek bo'lsa o'zbek millati, tojik bo'lsa tojik, qozoq bo'lsa qozoqligini yozib qo'yasiz. O'zbek. Образование bu nima? Ma'lumoti. Agar universitetda o'qib oliy ma'lumotli bo'lgan bo'lsa, unda высшее deysiz. Agar yo'q, o'rta maxsus bo'ladigan bo'lsa, среднее deb yozishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, образование высшее, keyingi qiladigan ishingiz работает, ishlash joyi. Работает advokatim, kimdadir водителем, otangiz nima ish qilishligini yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi va mana shu yerda bizda ozgina pauza qilsangiz ham bo'ladi, qilmasangiz ham bo'ladi. Проживает по адресу республики. E'tibor bering, mana shu yerda yana в республике Узбекистан, в области Ташкент, в районе Бегабад, на улице Mustaqillik, dom номер 20 kiritsangiz bo'ladi. Agar sizni otangiz hozirgi vaqtda Rossiyada bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha Rossiyadagi manzilni kiritib o'tishingiz kerak bo'ladi. E'tibor bering. Agar yo'q, o'zingizni haqiqatan tug'ilib o'sgan viloyatingizda, o'zingizning uyingizda bo'lsa, boshidagidek yozib qo'yishligingiz mumkin. Xo'p, работает адвокатом, проживает по адресу в республике. Допустим, bizda O'zbekiston в области Ташкент, в районе Bekobod,
в rayoni Bekobod, na улице va aytib o'tganimdek Mustaqillik, в rayoni Mustaqillik, dom nomer bizda 20 degan bo'lsa 20, dom nomer 20. Mana shu holatda saqlanib qolishligi kerak. E'tibor bering, yana qayta aytaman, agar otangiz Rossiyada yoki boshqa davlatda bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha davlatdagi manzilni kiritib o'tishingiz kerak bo'ladi. Va bizda mana shu yerda yana bitta nuqtamiz bor. Demak, buni qanday aytamiz? Отец Xayrullo Zokirov Ahmadjon o'g'li 1975 года рождения, o'zbek, образование высшее, работает адвокатом. Проживает по адресу в Республике Узбекистан, в области Ташкент, в районе Bekobod, на улице Mustaqillik, dom nomer 20. Mana shu joyda yana bitta o'zimizni pauzamiz bo'ladi. Xo'p, keyingisi mать. Onani ham e'tibor bering. Mать ismi familiyasini yozamiz. Birinchi yozadigan narsamiz ismi, misol uchun mать Zarifa, familiyalarni yozamiz. Zokirova, Zarifa Zokirova, Akbarali qizi, misol uchun kimnadir Akbaraliyevnadir qizi bo'lsa qizi, na bo'lsa na, Vich bo'lsa Vich, o'g'li bo'lsa o'g'il, albatta pasportdagini yozasiz. Zarifa Zokirova Akbarali qizi. Xo'p, bu yerga deylik yili 1976. Xo'p. Года рождения. E'tibor bering, bu yoqda o'zbek deb yozgan edingiz otangizda, bu yerda женский rodda o'zbekcha bo'lib o'zgaradi. Keyingisi образование высшее не работает. Ishlamasa не работает bo'ldi. Xo'p. Bu yoqda проживает по адресу. Yana xuddi shunday mana e'tibor bering, agar birga bo'lsa, ya'ni otangiz ham bir joyda, onangiz ham bir joyda, mana shuni o'zini shunchaki ko'chirib olib o'tib qo'yasiz. Ya'ni проживает по адресу Республика Узбекистан, в области Ташкент, в районе Bekobod, на улице Mustaqillik, dom nomer 20. Mana shu tartibda qolaveradi. Agar yo'q, bu tartibda emas bo'ladigan bo'lsa, onangizning manzili boshqa bo'ladigan bo'lsa, aynan проживает по adresuga mana bu tayyorni yozib qo'yganman. Shuni o'rniga o'sha onangizning manzilini yozib qo'yasiz va bo'ldi. Xo'p, demak, ona qanday aytilar ekan? Mать Zarifa Zokirova Akbarali qizi 1976 года рождения, узбечка. Образование высшее, не работает. Проживает по адресу в Республике Узбекистан, в области Ташкент, в районе Bekobod, на улице Mustaqillik, dom nomer 20. Mana shu tartibda yozishingiz kerak bo'lar ekan o'z manzillarini. Hurmatli kuzatuvchilar, oxirgi varoqqa yetib keldik va eng kerakli, zarur bo'lgan varoqlardan hisoblanadi. Xo'p, birinchisi, я не судим, ya'ni men sudlanmaganman. Murskoy rodda я не судима, bu женский rodda men sudlanmaganman. Agar sudlangan bo'lsangiz sudim yoki da судима holatida turadi. Xo'p, hech qanday partiyalarga a'zo bo'lmasangiz murskoy rodda я беспартийный bo'ladi. Agar siz partiyalarga a'zo bo'lgan bo'lsangiz партийный bo'ladi. Xo'p, женский rodda беспартийная holatida o'zgaradi. Keyingisi правоверный musulmanin yoki da правоверная musulmanka. Xo'p, bu nimaga aytib o'tilishligi kerak? Agar e'tibor bering, biz boshda aytib o'tganimizdek, bu xalqaro avtobiografiya hisoblanganligi uchun siz boshqa davlatlarda ishlamoqchi bo'lsangiz yoki aynan O'zbekistonda turib boshqa davlatdan ishlamoqchi bo'lsangiz, boshqa firmalar, chet firmalarda ishlamoqchi bo'lsangiz va sizni ma'lumotingizni so'raganda aynan musulmanin yoki musulmanka deyishligingiz ularni sizga yopiqroq muomala qilishligiga olib keladi. Ya'ni o'zingiz musulmonligini bildirsangiz, ular sizga yopiqroq muomalada bo'ladi. Shuning uchun albatta o'z diningizni aytib o'tishligingiz manfaatliroq bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu YouTube tarmog'idagi ikkinchi videomiz hisoblanadi. Agar video yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'ying va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Videodan manfaat topgan bo'lsangiz, albatta do'stlaringizga ham ulashing. E'tiboringiz uchun rahmat.